hujjatlar onlayn emas, offlayn. Barcha uchun eng qiziq bo'lgan va kutilayotgan mavzuyimiz Ichki ishlar akademiyasining imtihon jarayonlari haqida endi gaplashamiz. Ichki ishlar akademiyasining qabul jarayonlari butun respublika miqyosida 15-noyabrdan fevral oyigacha davom etadi. Qabul qilish joyi tumanizdagi ichki ishlar bo'limlaridir. O'g'il bolalar uchun bo'y nisbati 1.65, qizlar uchun bo'y nisbati 1.60. Qabul qilish yoshi 17 yoshdan 25 yoshgacha O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qabul qilinadi. Ya'ni nima demoqchiman? Oliy ta'lim bitirgan bo'lsangiz ham yoki oliy ta'limda o'qiyotganingiz bo'lsangiz ham topshirishingiz mumkindir. Qabul jarayoniga keladigan bo'lsak, sizda 2 marta tibbiy ko'rik bo'lib o'tadi. Birinchisi mart-aprel oylarida, ikkinchisi may oyida bo'ladi. Va 3-met ko'rik bo'lsa, akademiya imtihoniga, ya'ni akademiya hududiga kirganingizdan so'ng bo'lib o'tadi. Baholanish mezoniga keladigan bo'lsak, qaranglar, imtihon jarayonlari 2 bosqichdan iborat. Birinchisi butun respublika bo'yicha akademiya ishiga chaqiriladi, ya'ni kunma-kun chaqiriladi viloyat kesimida va imtihon 2 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich saralash imtihonlari, saralash imtihonida kiber xavfsizlik va ekstremismdan tashqari qolgan yo'nalishlarda bir xil. Nimadan bo'ladi? Birinchi chet tili 30 talik test, kompyuterda bajarasiz. Ikkinchisi bayon, uchinchisi jismoniy tarbiya. Uchalasidan ham 30 balldan baholanish mezoni asosida kim 45 to'plasa, ikkinchi bosqichga qo'yiladi. Ikkinchi bosqichda bo'lsa, hamma yo'nalishlar uchun bir xil bo'ladi suhbat. Suhbati huquqdan, O'zbekiston tarixidan, tarbiya fanidan bo'ladi. Huquqdan 55 ball, O'zbekiston tarixidan 35 ball, tarbiyadan 25 ball nisbatida baholanadi. O'tgan o'quv yilidan boshlab qabul jarayonida o'zgarish yuz berdi. Ya'ni nima bo'ldi? Baholanish mezoni yo'nalishi kesimida emas, umumiy qabul qilinadi. Respublika kesimida, viloyat kesimida alohida, faqat yo'nalishlar umumiy bo'ladi. Kirganingizdan so'ng ikkinchi kursdan boshlab yo'nalish tanlaysiz. Ikkinchi o'zgarish bo'lsa, qabulda, ya'ni 80% ichki ishlar va harbiy akademik litsey bitiruvchilari uchun 20% bo'lsa grajdanskiy, ya'ni oddiy fuqaro farzandlari uchun topshirishlari mumkindir. Ya'ni umumiy kvota mana 1100 ta bo'lsa, o'shani 220 tasida grajdanskiy topshiradi, qolganlari harbiy litsey bitiruvchilari topshirishlari mumkin. Shuncha odam qabul qiladi.